Bugun ishtirokchilarimiz bilan kichkinagina so'rovnoma o'tkazamiz. Qozonlarda qani kim qanaqa osh qilyapti? Qani kechi Saidjon. Assalomu alaykum. Qorang, yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Allohga shukr. O'zlaringiz yaxshimi? Bayram kayfiyatlari qanday? Zo'r, a'lo. Mazza. Hozir shu qozonda qanaqa osh pishyapti? Bunda samarqandcha. Samarqandcha osh bo'lyapti. Hamma joyda Samarqandcha. Navoiycha osh yemaymiz bugun. Samarqandcha katta qo'rg'on. Qanaqa osh bo'ldi bunda? Buxorocha. Mana bo'lar ekan-ku, Buxorochasi ham hamma yoq Samarqand deb ketadi. Ketaman deb o'ylayapsizmi? Nasib inshaalloh harakatdamizki, guruhimiz bilan hammamiz Omadingizni bersin. Xudo xolasa shular yutishadi, chunki Buxorodan ekan. Xudo xohlasa Samarqandcha osh. Samarqandcha. Samarqandcha osh qilishda guruchni nimadir farqi bormi? Tanlashda. Eng birinchi farqi sariq sabzida bo'lsa kerak, qizildan ko'ra. Samarqandcha osh. Shunaqa bayramlar, tadbirlar uyushtirishga qanaqa fikr bildirib o'tasiz? A'lo darajada. Ne bo'lib turgani yaxshi, hammani jipslashtiradi. Yaxshi. Yuzga rahmat. Hamma shunday bu tashkilot qilganiga ham rahmat hammani. Bizga ham noma'lum. O'sha uchun hech qanaqa tanish bilish bo'lgani yo'q.